Tog'lar bag'rida, sokin vodiyda Alisa ismli bir qiz yashardi. U mehribonligi, mayin ovozi va boshqalarga yordam berish odati bilan tanilgan edi. Ammo yuragining tubida sukut saqlagan bir bo'ron yashardi. Boshqalar qarshisida gapirishdan, ko'rinishdan, xato qilishdan qo'rqar edi. Har tongda birinchi quyosh nuri derazasiga tushganda, u shivirlab, "Balki bugun jasur bo'larman", derdi. Ammo bu so'zlari ko'pincha quyosh ostidagi shabnamdek erib ketardi. U maktabga yo'l olar ekan, dalalar orasidan esayotgan shamol shivirlab, go'yo unga "Jasorat seni kutyapti", derdi. Bir kuni maktabda notiqlik tanlovi e'lon qilindi. Mavzu jasorat. Alisa yuragida nimadir qimirlagandek bo'ldi. O'qituvchisi Malika opa uning ikkilanayotganini sezdi va shunday dedi: "Eng jasur yuraklar hech qachon qo'rqmaydiganlar emas, balki titrasa ham urushdan to'xtamaydiganlaridir." Bu so'zlar Alisaning ko'nglida uchqun yoqdi. U har kuni darsdan so'ng o'zining sevimli joyi daryo bo'yiga borar edi. Daryo har doim uning kayfiyatini aks ettirardi. U tinch bo'lsa, suv ham tinch. U qo'rqqanda suv ham to'lqinlanar edi. U nutqini shu yerda mashq qilardi. Ovozining aks sadosi daraxtlar shitirlashi va suvning shovqini bilan qorishib ketar. Go'yo tabiatning o'zi unga ruh bag'ishlayotgandek tuyulardi. Kunlar o'tdi. Alisa kichik narsalardagi jasoratni payqay boshladi. Shamolga qarshi uchayotgan kichik qush, tosh orasidan bo'y cho'zgan nozik gul, bulutlar orasidan porlagan oy. U o'yladi: agar ular uddalasa, men ham uddalayman. Tanlov kuni keldi. Zalda shovqin, nur va hayajon. Alisaning qo'llari muzlab, yurak urishi quloqlarigacha eshitilayotgandek urardi. Ammo u orqaga qaradi. Onasi orqa qatorda o'tirardi. Nigohida faxr va mehr porlab turardi. Go'yo dengizdagi yo'qolgan kemani yo'lga soluvchi mayoqdek edi. Alisa sahnaga chiqdi. Mikrofon ulkan, zal esa cheksiz tuyulardi. U ko'zlarini yumdi. Chuqur nafas oldi va yuragidagi qo'rquvni his qildi. Ammo bu safar qochmadi. U tasavvur qildi. Daryo uning ichida oqmoqda. Qo'rquvni asta oqizib ketmoqda. So'ngra u gapira boshladi. Jasorat bu qo'rqmaslik emas. Bu bo'ron ichidan o'tish. Hatto oyoqlaring titrasa ham yurishdir. Ovozi har bir so'z bilan kuchayib bordi. Bu yiqilib yana turishdir. Eng kichik nur ham eng qorong'u tunni yorita oladi. U so'zini tugatganda zal jim bo'lib qoldi. Bu sukunat qo'rquvdan emas, balki hayratdan edi. So'ngra zal bag'ridan otilgan momaqaldiroq misoli zalda qarsaklar ko'tarildi. Malika opa ko'z yoshlarini artdi. Onasi esa yuragini tutib jilmaydi. Alisa faqat tanlovda g'olib bo'lmadi. U o'zini yengdi. Qo'rquv daryosidan o'tib, jasorat sohiliga chiqdi. O'sha kundan boshlab Alisa boshqacha bo'ldi. U hanuz mayin so'zlardi. Ammo endi uning so'zlarida quyosh zarralari yashardi. Do'stlari qo'rqqanda u ularga shunday derdi: soyalar faqat orqada nur borligi uchungina paydo bo'ladi. Yillar o'tdi. Alisa o'qituvchi bo'ldi. Har safari biror uyalchan o'quvchi qo'l ko'tarishga jur'at topolmasa, u o'zini eslardi. Tabassum bilan shunday derdi:
Jasorat urug'i allaqachon yuragingda. Uni o'stirishgina qolgan. Ba'zan osmon oltin rangga kirib, daryo o'zining cheksiz qo'shig'ini kuylagan sokin oqshomlarda Alisa suv bo'yida o'sardi. Endi u qo'rquvdan qochmas, balki uni tinglar edi. Chunki u bir haqiqatni anglab yetgandi. Jasorat baland ovoz emas, balki yurak jim turganida ham oldinga qadam tashlay olishdir. Shu sabab Alisa bilardi. U qo'rquv daryosidan o'tib bo'lgan. Endi esa uning yuragida qo'rquv emas, yo'l ko'rsatadigan sokin nur yashardi.